ChatGPTdan endi qo'rqish kerak emas. U endi bizning hayotimizda qoladi. Qo'ysangizchi. Aytishadi-ku, bir yomonlikni bir yaxshiligi bo'ladi deb. 2030-yilga borib, sun'iy intellekt 85 million odamning ishini egallashi mumkin. ChatGPT va sun'iy intellekt turli xil imkoniyatlarni yaratishi mumkin. Keling qarab ko'raylik, uni bizga qanday foydasi tegishi mumkin. Misol, siz jurnalist yoki yozuvchi bo'lsangiz, u sizga yangi kontent yozishingizga yordam beradi. Va sizga yangi ideya berishi mumkin. Marketologlarga yangi strategiya tuzishga yordam berishi mumkin. Yangi marketing g'oyalar yozib berishi mumkin. Dasturchilarga esa kod yozib berishi mumkin. Tasavvur qiling, siz dasturchisiz. ChatGPT sizga kodlar yozib berishi mumkin. Advokatlar ChatGPTni ishlatib o'z mijozlariga shartnoma tuzib berishi mumkin. Musiqachilar esa yangi g'oyalar va qo'shiqlar yaratish uchun foydalanishi mumkin. Shu uchun uni qanday ishlatishni bilishinglar kerak. Hatto Androidlar chiqindigi uloqtiriladi. Bilsanglar o'zlaringiz uchun foyda olishlaringiz mumkin. O'zingizlarning hayotlaringizni yaxshilashlaringiz mumkin. Shu uchun sun'iy intellektdan qo'rqish kerak emas, foydalanish kerak. Rahmat, sog' bo'linglar. Yangi kontentimni kuzatib boringlar. Videoga like bosinglar.